yana до такой stepeni Allohga hammasini topshirib qo'ysangiz yosharib ketasizmi? Menga ko'pchilik oxirgi paytlari oldingi shundan 1 yil oldin ko'rganimda deydi qariroq ko'rinardingiz, Altun opa xafa bo'lmang-ku deydi. Hozir deydi vasha yosharib ketgansiz deb juda ham ko'p odam aytdi. Shu yerda men yana analiz qildim. Nimadan men yoshardim dedim. Balzamni 8 yildan beri ichaman. Yosharganimda 5 yil oldin yosharardim. Demak, baribir ichki olamda gap ko'p ekanda, ichingizdan siz nima hammadan rozi bo'lib, nurlanib, ichingizdan baxtli bo'lasiz-ku, o'sha ichki olam tashqari olamga nurini sochib turar ekan o'zini. Mana shu от тебя отражается. Mana shu narsani bildim men. Bilasizmi, bir odamlar ko'rganda, "Voy, basharasini zahar tomib turibdi, mana basharasini nima balo" deymiz-ku, o'zimiz aytamiz-ku, misol uchun, to'g'rimi? Yoki bunda qaraymiz, cho'ta mashinnikmi deyman, basharasi o'shaydi deymiz-ku. Mana yaqqol misol, bilasizmi, mashinnikka qarasang, bunda qaraysanda, o'sha basharasiga qarab mashinnikku deysiz. O'g'riga qaraysanda o'g'ri deysan. Likillab qolgan qizlarga bunda qaraysanda, mana likillab qolgan deysan, sразу. To'g'rimi?